Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylardagi qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Bashto'g'roq İstanbul'dan Zaytunburnu'daki uyamdan sizlarga Allohninki go'zal salomi bo'lgan, jannat salom bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan özümüzdeki davamlaştırıp kelayotgan bu İslam tarihi Facebook dersimizde bugün yine bu Teklemekan Uygur Neşriyatı'nınki 2014 yılı İstanbul'da neşir kılıngan Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 3 profesörün birlikte yazıp çıkan 380 betlik İslam tarihi degan bunu kitaptın 7. bab İslam medeniyeti degan babken bununki 2. mezmun ilim ve tefekkür degan mezmununki aldınqı bablarda birlikte biz okutuş doğruluk okutuş faaliyetleri doğruluk öğünüp öttük. Yani İslam dünyasında kitap ve kütüphaneler degenini tügettik. Hem de hazır şu küçük mezmun bolgan til ve edebiyat degen mezmun bilen ondan keyin İslam düşüncesinde taklit ve turg'unluk degen birlikte 20. sen dersimizde sanat ve binakarlık degan mezmunni bununda mı küçük temalardan sanat ve İslam sanatının mahiyeti ve terakkiyatı ondan keyin İslam sanatının türleri bu türlerde tezhip, hüsnü xat, minyatür, nakkaşçılık, resim ve heykel degan mezmunlar barken ondan başka muzika degan mezmunlar ondan keyin belki 21. dersimizde binakarlık to'g'riliq to'xtalib ondan keyin harbiy binakarlık xalq binakarlığı ondan başka xalq binakarlığı yani belki bazen üzülüp qelish ihtimalligi bor. Shunda bo'lsa-mu kuchimizdan yetishicha tirishib boqamiz. Bugun bu mini iPad'dimi jiq darslarni naq maydondan taqatdik. Masalan psixologik urush to'g'riliq 2. darsimizda qildik. Ondan keyin Uyg'ur Qur'on xalqimizdagi darsimiz tugagandan keyin bu naq maydondan bermedik de ama ovozini elib biliqliq. Ondan keyin şu Uyg'ur asma halqısida 8. dersimizde Allah'ın isimleri Kur'an-ı Kerim'de göre Esma-i Husna degan dersde Allah degan isimni birlikte öğrendik. Onu hazır YouTube'a yollavatım. Hem de hazır özümüzden qilib kelayotgan bunu İslam tarihi dersimizni davamlaştırırız. Allah izin bergen müddetçe. Bunu kitap İslam tarihi degan kitapni bayatdan ko'rsatdim. Şununki 223. betni açsak şeyden başlayımız. Bu kitapdan başka ustazlarıma tavsiye kıldım. Olamı aldı. İnşallah belki Uygur İslam tarihi deb kitaplarım yazılışı mümkün. Şu to'g'riliq maslahatlar bulundu. Til ve edebiyat. Til İslam dünyası ilgiride köp xil dinlarga mensup bo'lgan tuproqlarni öz ichiga elish bilan birlikte köp tillarni öz ichiga olgan. Arabcha bilan birga Parischa, yani İran, Türkçe, Berberce, İspanca, Sanskritçe, Bulgarca, Girikçe, Latince, Boşnakça qatarlıq tillar
davlatlarning, ya'ni qaytilashga to'g'ri kelsa, ana tilini ishlatish masalasida musulmon hukmdorlar bir cheklama qo'ymagan. Arabcha, farscha, turkcha ko'proq ishlatilib, madaniy hayotda boshqa tillarga nisbatan texmi ko'p ta'sirini ko'rsatgan. Arabcha boshlang'uchdan boshlab ko'plagan davlatlarning rasmiy tili bo'lgan. Yana adabiyot va coğrafiyada, ya'ni buningga parallel bo'lib farscha adabiyot tili bo'lgan. Farscha Selçuklular davri taraqqiy qilib, Anatoliya Selçuklular va Osmonlilarga ta'sir ko'rsatgan. Turklar hokim bo'lgan coğrafiyada bir tarafdan xalq va tasavvuf adabiyotida mavjudligini ko'rsatsa, tasavvuf adabiyoti deb atadi qarindoshlar. Yana bir tarafdan bo'libmi Osmonlilar davrida rasmiy til sifatida ishlatilgan. Buning bilan birga turkcha, farscha, gurjicha, armancha, sirpcha, albancha, boshnoqcha, girikcha, vengircha, chechencha qatorliq tillarga ta'sir ko'rsatgan. Ko'p sonda turkcha so'zlar bu tillarga kirgan. Adabiyot. Islom madaniyati musulmon rahbarlar she'r Payg'ambar alayhissalomdan keyinmi ko'p taraqqiy qilgan. Amaviy va Abbosiy davrlarida arab she'riyatining eng buyuk shoirlari yetishib chiqqan. Hukmdorlardan boshlab musulmon rahbarlar saroy va taxtlarini shoirlar uchun ochgan. Chunki o'tmishda she'r insonlarning adabiy ishtiyog'ini qo'zg'ash bilan birlikda nihoyat kuchli tashviqot vositasi bo'lgan. Hükümdarlar hakimiyetini saqlab, xalqni atrofiga tortish uchun she'rlarni yeniga tortgan. Kuchlik bir shoirning qalamida maqtalgan odam maqtalgan, tanqid qilgan odam past qo'yga tushib qolgan. Islom tarixining klassik davri deb atalgan Amaviy va Abbosiy davrlarida she'rga o'xshash nasr taraqqiy qilgan. Resmi kelishimlarda vazifa oladigan ma'murlar adabiyoti kuchli kishilar orasidan tanlangan. Resmi to'xtam va aloqalarda fasohatli bir til ishlatishga ahamiyat berilgan. Yana bir tarafdan Abbosiylar davrida klassik islom madaniyatining eng qimmatli yodgorliklaridan birisi bo'lgan adabiyot kitoblari qalamga ilingan. Mardlik, elchilik, maqol tamsillar, inson va hayvon xarakteri, chaqchaq, parcha, xutba, yolg'onchi payg'ambar qatorli ko'plagan temalar yozilgan. Bu sababdan bu asarlar adabiy asar bo'lishlar bilan birga islom madaniyat tarixidagi muhim manbalar bo'lgan. Adabiy asarlarning nasr qismida fasohatlik va qofiylik til ishlatilgan. Bu haqda Johizning Al-Bayon va Tabyin, Isfahonining Al-Ag'ani, Ibn Abdurrahmonning Iqtul Fard qatorliq asarlarini o'rnak qilib ko'rsatish mumkin. Islom davrida Fors tilida muhim tadqiqotlar olib berilgan. Masnaviyga o'xshash asarlar bularning eng mashhurlaridir. Firdavsi, Shirazi, Nasir Xusravi, Xaqani, Sheyx Said qatorliq adabiyotchilarmo bu davrda yetishib chiqqan. Kunimizda İslami devir Türk edebiyatıga ait nihoyat mo'l mirosimiz bor. Bu davrda adabiyot ko'p manbalardan uzuq olgan. Qur'on, hadis, payg'ambar va din olimlarining hikoyalari, İran va arab adabiyotidan tarjima qilingan asarlar, yerlik va milliy asarlar Türk adabiyotini uzuqlantirgan manbalar orasiga kirdi. İslam Türk edebiyatı 11. asrdan boshlab meva berishga boshlagan. Bu vaqtda Yusuf Xas Hojibning Qutatg'u bilik, qadrli qarindoshlar, baxit saodat keltirguchi bilim nomli asari ulgulik va yani Qutatg'u bilik Yusuf Xas Hojibning baxit keltirguchi bilim nomli asari ulgulik va oldin qatordagi asardir. Bu asarda Türk adeti ve İslam'ın ahlak prensiplerinden çıkış kılıp, insanın dünya ve ahirette baxtlik buluşunun yolları,
davlatni boshqarish usulining qandoq bo'ladiganligi ko'rsatilgan. Mahmud Qashqarining Divani Lug'ati Turk nomli asri turkcha ensiklopedilik lug'at bo'lib, Türk qavmlarining urf-odat, kiyim-kechak, yemak-ichmak va iqtisodiy turmushiga oid muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. 12-asrdagi adib Ahmad Yuknaki yozgan Atabatul Haqoiq, haqiqatlar busug'isi nomli asarmo diniy axloqiy xususiyatga ega asardir. 12-asrda yozilgan Xo'ja Ahmad Yasavining Divani Hikmat nomli asarimo mashhurdir. Bu asarda Yasavining saf bir turkcha til bilan islom dini va axloqini bayon qilgan she'rlari to'plangan. 10-asrdan boshlab turklar orasida tasavvufiy fikrlarning tarqalishiga parallel bo'lib, xalq adabiyotimi bu fikrning ta'siriga uchragan. Natijada tasavvufiy xalq adabiyoti o'ttirg'i chiqqan. Bu adabiyot ichida Yasaviy o'rniga o'xshash she'r ayrim bir ahamiyat qozongan. Türkistonda Yasavining ta'lim-tarbiya metodiga uygun şekilde Anatoliyada Xorasan yarenleri İslamiyetni xalqqa sap türkçe şiirler bilan tebliğ qilishga ahamiyat bergan. Bu haqda Yunus Emre'nin şiirleri bu anının en canlıq misalidir. 13. asrdan başlap Anatoliyada xalq şiirleri bilan birga medeniyet seviyesi yuqori kishilarga xitob qiladigan divan şiirleri o'ttirg'i chiqqan. Arab ve Paris şiirlerining ta'siriga uchragan divan şiirlerdimi dini masalalar bayon qilingan. 16. asr ve 18. asrlarda divan şiirining eng buyuk shoirlari yetishib chiqqan. Bular Fuzuli, Hayali, Baqi, Nedim, Şeyh G'olib qatorliqlar. Divan şiirining bir turi bo'lgan qasidalardimi har xil diniy masalalar o'ttirib qo'yilgan. Bu meselelerge asasen kasideler tevhid, munacat yoki kuy deb atalgan. Tevhidde Allah'ın birligi ve bütün kainatның yaratquchisi ekanligi so'zlangan. Munacatlarda Allah'ın büyüklüğü aldıda kulunun acizligi gunohlari aytilib yalvurishlar bayon qilingan. Kuylar Peygamber Aleyhisselam'ni medihlab yozilgan şiirlerdir. Dini edebiyat içinde mevlidler ayrım bir alaydaga ega. 10. asrdan boshlab islom dunyosida Peygamber Aleyhisselam'ның tug'ilgan vaqtini xotirlab arabcha, farischa va turkcha ko'plagan mevlidlar yozilgan. Turkcha yozilgan eng mashhur mevlid 15. asrning boshlarida Sulaymon Çelebi tarafidan yozilgan Vasiletun Necat, Nicatlık Çaresi nomli mevliddir. İslami devir Türk edebiyatı içinde dini karakterlik dastanlar ve hikayeler muhim orun tutudu. İslami devir Türk edebiyatı içinde dini karakterlik dastanlar ve hikayeler muhim orun tutudu. Mesela İsmail Dastani, Veysel Qarani hikayesi, İbrahim Edhem Dastani, Battal Gazi Dastani qatarlıq eserler xalq tarafından söyülüp okulgan. Endi yine bir küçük mezmun İslam düşüncesinde taklit ve turg'unluq degan mezmunni qo'limizdagi bunu İslam tarihi degan teklamekan Uyg'ur nashriyat tarafidan 2014 yil İstanbul nashr qilgan kitobning 227 betida 7 bab İslam medeniyeti degan babda o'rganib o'tamiz. İslam düşüncesinde taklit ve turg'unluq. 8. asrdan 12. asrlar o'ttirisidagi islom tushunchasi eng taraqqiy qilgan va yangiliklar o'ttirib qo'yilgan davr bo'lgan. Bu davrda ilmiy qarashlarga nihoyat buyuk erkinlik berilgan. Bundaq muhitning bo'lishi sap tushuncha va tadqiqotlarning o'ttirg'i chiqishiga imkon yaratib bergan. Ammo 13. asrdan boshlab islom tushunchasi to'xtab qolish davriga kirgan. Bu xil turg'unluq eng ko'p fiqhi, ya'ni islom qonuni, falsafa va kalam sohasida ko'rilgan. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, Payg'ambar alayhissalom agar bir masalaning chorasi Qur'on va hadisdan topilmasa, o'z aqli bilan hal qilish chorasi topishni tavsiya qilgan. Bu ish islom madaniyatida ijtihod deb atalgan. Ijtihod qilgan olimlar
mujtahid deb atalgan. Musulmonlar har xil jug'rofiyalarga hokim bo'lib, har xil masalalar bilan uchrashganda payg'ambarimizning yuqoridagi tavsiyasi bo'yicha harakat qilgan. Ko'p sonliq islom olimi Qur'on va hadisda hukmi bo'lmagan masalalarni aqlini ishlatib hal qilgan. Bu masalalarga hal qilish chorasi topganda bir-biriga qarata hurmat qilish asosida ba'zi tanqidlarni qilgan. Ammo ulardan har qanday birisi islom dunyosida boshqalarning tushunchalarining cheklanib, o'z fikrining hokim bo'lishini o'ylamagan. Bu ularning boshqalarning fikriga hurmat qilganligini ko'rsatadi. Ebu Hanife, Malik, Ahmad ibn Hanbal, Şafii, Muhammed, Zubair, Avzai ve başka köplagan meşhur mujtahidlar bu muhit içinde ismini tonutgan. 9. asırdan başlap yuqoridagi mujtahid olimlarning fikrlari etrafida toplanışlar barliqqa kelgan. Ahirida Hanefi, Maliki ve Şafii qatorliq büyük fiqhi mazhablar o'ttirib chiqqan. 10. asırdan başlap başlangıçdaki ahvalning aksicha her mazhabning mansublari faqat o'z mazhablariga ahamiyat berishga boshlagan. Buningdan texim muhimi mazhablarda yangi masalalarga qarata hal qilish chorasi izlash g'ayrati to'xtagan. Bo'libmi 13. asrdan boshlab mazhab olimlarining ko'pinchisi Ebu Hanife, Malik, Ahmad ibn Hanbal ve Şafii qatorliq mazhab imomlarining ijtihadlarini o'zgarmas hukmlar deb qabul qilishga boshlagan. Bu sababdan ijtihad qilishning o'rniga diniy zotlarning qarashlarini yodlash ve yodlattirish bilan mashg'ul bo'lgan. Buning bilan fiqh sohasida ijtihad davri oxirlashib, o'ttiriga yangi bir narsa qo'ymaydigan ve o'ttiriga qo'yilishni xohlamaydigan taqlidchi bir tushuncha kelib chiqqan. Bu ahvol islom qonunining taraqqiyotini ostilatgan. Fiqh sohasiga hokim bo'lgan qarashlar 13. asrdan boshlab falsafiy sohasida texmi ko'p ko'rilgan. Bo'libmi 12. asrda yashagan buyuk mutafakkur G'azzali falsafichilarni tanqid qilgandan keyin islom dunyosida falsafaga qarshi bir qarash hukm surgan. Bu qarashning imomlari falsafaning dinga ziyon solganligini, iymonni ojizlatganligini, taqvodor bir musulmon bo'lish uchun falsafaga qaramay Qur'on va sunnatga murojaat qilish lozimligini o'ttiriga qo'ygan. Falsafaga qarshi chiqish e'tiroz bilanla cheklanib qolmagan. Bu sohada tadqiqot elib boruvchi olimlar aniqlangandan keyin tadqiqot to'sqinlikka uchragan. Ba'zilari surgun qilingan, ba'zilari zindonga tashlangan yoki o'ldirilgan. Bu to'salg'ilar oldida olimlarning falsafaga bo'lgan qizg'inligi tuvanlagan. Ilgari falsafichilarni qo'llab himoya qilgan boy yoki hukmdorlar jamiyatning besimi oldida falsafichilarni qo'llamagan. Natijada aqlni eng yuqori pallada va atrofliq ishlatishni talab qiladigan falsafa ilmi islom dunyosidagi e'tiborini yo'qotgan. Osmanlılar davrida Fatih ve damat İbrahim Paşa qatorliq rahbarlar bu ilmni yeniden canlandırışga tirishgan bo'lsa-mu, ammo bir natijaga erisholmagan. İslam tushunchasini turg'unlikqa qo'ygan yana bir omil 12. asrninki oxirida madrasa vositasi orqali Ash'ari fikrining islom dunyosida hukmron bo'lganligidir. Ash'arilik ve maturidilik aqida bilan munosabatlik masalalarda islom dunyosida qabul ko'rgan ikki iqim bo'lgan. Ash'arilik maturidilikka qaraganda dinning tushunilishi va izoh qilinishida inson aqliga texmi oz ahamiyat bergan. Bu sababdan maturidilik ko'proq aqlga xitob qilgan. Ammo Selçukiylar davrida qurilgan madrasalarda maturidilikning o'rniga Ash'arilik qabul qilingan. Bu ahvol islom dunyosida aqida bilan munosabatli masalalarni muzokara qilganda vaqtning o'tishiga ergishib o'zgaradigan yoki taraqqiy qiladigan aqlchi tushunchalarning o'rniga o'tmishga bog'liq va taqlidchi bir tushunchaning hukmron bo'lishiga yo'l ochgan. Ilmiy sohalarda taraqqiyotlar barliq kelgan bo'lsa-mu,
Ammo tasavvufiy sohalarda buzilishlar kelib chiqqan. Bu sohada islom tushunchasining taraqqiyotiga muhim tuhfalarni qo'shgan buyuk mutasavviflarning yetishib chiqqanligi aniqdir. Faqat islom aqidasi bilan moslashmaydigan, insonlarni tafakkur qilish, ishlashga rag'batlantirishning o'rniga o'rinliqqa va yo'qsullikqa tashviq qiladigan qarashlarmi tasavvuf nomi ostida faoliyat ko'rsatgan. Texim muhimi, tasavvuf ishida yer olgan ba'zi kishilar rahbarga qarisiga bog'lanish bilan shaxslarning erkin fikr qilish va tushunish qobiliyatini tuvanlatgan. Yevropa islom dunyosida tafakkur to'xtagan vaqtida Ispaniya va Siciliyada ilib borgan tarjimalar orqali islom madaniyatining javharlarini tunish va bulardan foydalanishga boshlagan. Bu javharlar ichida musulmonlar uchun ahamiyati qolmagan falsafiy asarlar bo'lgan. Yevropada adabiyot va san'at uyg'unishini maydonga keltirgan aql tushunchalarning o'ttirg'i chiqishida bu tarjimalar muhim rol o'ynagan. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib bizning planlagan til va adabiyot bobida mazmun bilan islom tushunchasida taqlid va turg'unlik degan 8 betlik mazmunni birlikda o'rganib o'tgan bo'ldik. Qadrli qarindoshlar, 21 minut bo'pti. Endi san'at va binokorlik degan mazmunni qaytib etili. Ondan keyin islom san'atining turlarini keyingi soatga olib qo'yaylik. Qadrli qarindoshlar, san'at va binokorlik qo'limdagi buni islom tarixi degan saklamakan Uyg'ur nashriyatining 2014 yil Istanbulda nashr qilgan kitobini birlikda o'rganyapmiz. San'at va binokorlik. San'at va islom. İnson tabiatida san'atchilik va ijod qilish ruhi bor. Yer sharidagi insonlarning san'at bilan shug'ullanganligi va ijod qilayotganligini ko'rib turmoqdamiz. Buning uchun san'at olam shumuldir. Bir jamiyat ijod qilgan san'at turini boshqa bir jamiyatning qabul qilishi san'atning olam shumulligini ko'rsatadi. Masalan, İstanbulga kelgan bir chet ellik sayohatchi Sultan Ahmed jamisini ziyorat qilgan vaqtida Parijga borgan bir turk Eiffel Temur munorini ko'rganda hayron qilishi san'atning olam shumulligini ko'rsatib turdi. İslam dinida san'atni o'tirg'i chiqargan bütün güzelliklarning manbasi Allohdir. Allohning sifatlaridan birisi güzel ma'nosini ifodalaydigan jamildir. Qur'onda Allohning o'zi go'zal bo'lganiga o'xshash insonni eng go'zal shaklda yaratganligi zikr qilingan. İnsanning eng go'zal shaklda yaratilishi va insonni ustun qobiliyatlar bilan bizishi, onun güzelliklerini tushunish, bulardan lazzat elish va go'zal asarlar o'ttirib qo'yishiga turtki bo'lgan. İslam dinida san'at asarlari taqdirlangan. Masalan, Qur'onda Hazreti Süleyman'ның sarayı ve qazan qo'mishlari bayon qilingan. Bu orqali musulmonlarni boshqa xalqlarning san'at asarlaridan foydalanishga tashviq qilgan. Buning bilan musulmonlardan o'tmishki xalqlarning san'at izlarini ko'rib tadqiq qilish va bulardan foydali tajribalarni egallash talab qilingan. Qur'on keng qursoq bo'lishni tavsiya qilish bilan birga boshqa xalqlarga oid tarixiy asar, san'at asarlariga hurmat qilib, ularni asrab qolgan. Masalan, 642 yilda Misrni fath qilgan musulmonlar bu davlatdagi firavnga oid piramida va haykallarni chiqishga urinmagan. Yana bir tarafdan islom dinining go'zalligiga va san'atga tashviq qilishi natijasida musulmonlar tarixdan biri hokim bo'lgan tuproqlarda cami, madrasa, hammom, mehmonxona, haykal, rassomlik, xattatlik qatorliq san'at qimmati bo'lgan qimmatli asarlarni o'ttirib qo'ygan. Bu asarlar soyasida o'tmishda bir islom madaniyatining qurilishi amalga oshgan. Mana bu Sultan Ahmed Camisi, Suv turbisi degan rasmken, qadrli qarindoshlar.
Endi 233 betde nimemiz mümkün desek, İslam senetinin mahiyeti ve terakkiyatı doğruluk mezmun baken. İslam senetini şekillendirgen ve onu yol gösterken en mühim amil İslam dininin tevhid itikadı bolgan. İslamda Allah subjektif bir mevcutluk bulup, yer şaridagi her qandaq bir nersige oxşamaydı. Bu sebepten İslam senetinde Allah'ın resim yoki heykellerge oxşashga bolmaydı. İslam senetinin asasi xususiyatlaridan yana birisi subjektif bolganligidir. Bu ahval en köp bizeş senetinde ko'rilgan. Masalan, camilardagi bizeşlerde tabiatning o'zi aslisi bilan o'xshash qilinmagan. Camilardagi yupurmak ve çiçek resimleri qarıgan vaqtimizda yupurmak ve çiçeklerinin özü emasligini ko'rib olaymiz. Hayvan ve insan figürleri haqiqiy insan figürlerinden farqlanadi. Masalan, Müslüman ressamlar resimdeki kişi ve hayvan manzaralarini o'xshash qilib chizishning o'rniga bir az farqlantirib chizgan. Bunun neticesinde mesela kişini tasvirlaydigan resimlerde manzaralar kun nuru ostida bardek qilib tasvirlangan. Manzaralar haqiqiy rengi bilan bo'yalmagan. Mesela kök yüzü şaptul çiçek rengide, aylar kök ve süsün rengde bo'yalgan. Allah'a yıkılış düşüncesi İslami devir sanat eserlerinde bulupmu bizeş senetinde görülgen. Eminlik ve ebedilikni ifadelaydigan geometrilik bizeş bulupmu mescit ve gümbezlerinin içki yüzü ve işikleri de görülgen. İslam senetinin maksidi Allah'ın barlığı ve merhametini insanlığı his kıldırıştan ibaret bolgan. Bunun için Müslüman sanatçılar geometrilik şekiller, yıldız türkümleri ve üsümlük manzaralardan faydalangan. Çünkü geometrilik şekiller ve yıldız manzaraları kök asman ve ebedilikni asli tudu. Kur'an'da mı kök yüzüge qarab insanların tefekkür kılışıga hitap kılıdığan bir neçe ayet var. Hakikaten bir-biriga nahayet ziş bolgan geometrilik şekiller arkalık bizelgen sanatlar nahayet tertiplik ve ebedilikni tasvirlab berdigan alayidliklarga ega. İslam sanati bizeş sahasida subjektiv bolsunmu, ammo binakarlık jihatda objektiv bolgan. Musulmonlarga ait bolgan binakarlık eserleri bir ihtiyacını hal qılalaydigan şekilde planlanıp silingan. Bek haşamet ve israf bulungan ahvallarga yol qo'yilmagan. Misalga alsak, şehir meydanlarına zinnetlik kuruluşlar silinmagan. Onun ornuga insanların su ihtiyacını qamdaydigan turuba, fontanlıq köl, su kapları yasalgan. İsraf ve haşametni yirak duruş üçün hükümdar saraylarımı addi sadda yasalıp taşqi kısmı zinnetlenmegen. İstanbul'daki Topkapı Sarayı bunun en canlılık misalıdır. Bunun aksice başka devletlerde o'xshash vaqtda silingan binalar hem çoğ hem haşametlik bolgan. İslam sanati qisqa vaqtda taraqqiy qilmagan. Onun taraqqiyotiga ko'p vaqt ketgan. İslamning asosiy ibodatlaridan biri bo'lgan namozning jamoat bilan o'qilish ehtiyojı cami ve masjidlarning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan. Musulmonlar har xil yerlarni fath qilgan vaqtida bu tuproqlarda yashaydigan xalqlarning cherkovga o'xshash hashamatlik ma'bad ibodatxonalari bilan uchrashgan. Bunun bilan islom dinining ustunligini ko'rsatish uchun ma'badlarning uduluğa onun texmi cho'ng ve ko'rkam camilarni bina qilgan. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların cami ve mescidlerge güzel kiyimler bilen bir işi tavsiye kılıngan. Bu ahval mabetlerinin güzel gilemler bilen zinnetlenişini keltirip çıkargan. Bununla ergişip cami ve mescitler üsümlik, geometrilik şekil ve güzel hatlar bilen bezelgen. Yeni bir taraftan İslam'ның başlangıç devrinde butperestlikning tirilişine sebep buluş xavfi bilen resim ve heykellerinin yasalışına yol qo'yilmagan. Bu qarashning neticesinde dini binalarda insan resmi ve heykellerge zinnet vasıtası deb qarashga ruxsat qilinmagan.
Ama bazı Müslüman devletlerde saraylarda resim ve heykeller koyulgan. İslam dünyasında ressamlığa yol koymaganlığı üçün hüsnü xat deyildiğin güzel büzeş sənəti kelib çıqqan. Pakizlikqa əhmiyyət beriş nəticəsində hammamlar umumlaşqan. Namaz oquşdan ilgiri taharet eliş ihtiyacı camilərin hoylusuğa su turubalarını oruntuş ihtiyacını keltirib çıxarğan. Rayonların oturusiki fərqlərmi İslam sənətinin tərəqqiyatı və hər xil türlərə ayrılışıda təsir göstərən. Bunun ən canlıq misali tövəndikilərdir. Müslüman xalqlar yaşayan hər coğrafiyada munar silingan. Amma hər millət munalağı üzünün milli sənət ihtiyacını körüstüdüğən milli xaslıqni ifadə qilishqa tirişqan. Məsələn, İstanbul'daki munalarının şekli silindir. Qalamga o'xshash nipiz ve uzun silingan. Bunun aksice Şimal Afrika'daki munalar keng ve biraz qalin silingan. Müslüman xalqlarının İslamdan ilgiriki devirlerden qalib qalgan bazı ənənələrimi İslam sənətinin mollışıb rengareng buluşuğa təsirini göstərgan. Məsələn, Kadimki Türklerdeki ceset kümüş adeti İslam devrinde gümbez binakarlığının oturuğa çıkıp umumluşuğa sebep boğan. Kadirli qarindaşlar, İslam sənətinin türleri degen mezmun 236. betteki bunu mezmunni inşallah 20. İslam tarihi Facebook sizin dersimizin 20.si de birlikte öğünüp ütümüz. Demek ki İslam tarihi degen çağda bunun içindeki medeniyetinin kirdiğanlığı, medeniyetinin bu içinde her xil sənət əsərlərini vücudğa çıxırılğan ilimlərninki, hünərlərinin bağlıqı ni öğünüp öttük qadirli qarindaşlar. Şunda qılıb bugünkü İslam tarihi toğruluq sözündüğün birlikte öğrengen dersimiz muş yerdə tamam oldu. Allah'ın üzüge amanet bulunla. İnşallah keler saatlik dersimizde birlikte buluşqa Allah nisip qıla. Yeni güzel tariximizni birlikte öğünüp, texim ruhlunup, texim o güzel eserlerini kaldırışqa, dünya medeniyetiye, İslam medeniyetiye töhbə qoşuşumuzga yardım kılıdığan ilimlerini öğünüşümüzge Allah zihnimizni içib etsin. Allah'ın özüge amanet bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.